hacker kinolarda ko'rib oldim, u nima yozishyapti o'zi bilan, nimalar qanday tushunyapsiz, mana qiziqamiz. Hozir men sizlarga tushuntirib beraman mana shuni. Mana bu kod bu saytnikida, mana shu sayt mana shu kod orqali yozilgan. Bu ranglar, bu suratlar hammasi mana shu kodning ichida bor. Xo'sh, buni sizlarga sahna bilan tushuntirib beraman. Aktyorlar, ssenariy nimalar. Bu hammasini ssenariy deb olsak, bu hammasi ssenariy. Bu bo'lsa papka mana. Mana shu papkaning ichida yoziladi bu ssenariy. Birinchi mana yoziladi. Keyin mana bu yerda ssenariy yoziladi, keyin papka mana bu yopiladi. Hammasi mana shunaqa ochiladi, yopiladi. Mana moya mana ochiladi, yopiladi. Hamma joyda mana shunaqa ochiladi mana. Mana bunaqa uchburchak qo'yiladi. Ichidagi komandasi, yana bitta uchburchak qo'yiladi. Orasiga mana yoziladigan narsa yozilib, mana bu yopiladi mana. Ya uchburchak, ikkiz, короче, yopilayotganini bildiradi mana bu. Keyin komandani qaysi komanda yopilayotganini yozib turib, yana uchburchak qo'yib qo'yadi, yopiladi. Hammasi mana. Chashnaqa. Yopilmaydigani ham bor. Keyin tushuntiraman. Короче, bu papka mana. Mana shu ichida ssenariy yoziladi. Bu bo'lsa sahna orti. Sahna orti mana shu ichida yoziladi mana. Mana shuning ichida sahna orti yoziladi. Mana bu hammasi mana sahna ortida bo'lishi kerak bo'lgan narsalar. Vola keyin tushuntiraman, bular qiyinroq. Mana saytda nimasi? Mana bu yerda bir narsa yozsalar chiqib turadi, mana bu yerda yozilib turadi. Masalan, tablitsa deb istasizlar, mana tablitsa deb yozilib turadi, mana shu narsa. Tushundinglarmi mana? Hozir mana ham yozilib turibdi. O'qiyapsizlar mana. Mana yozilgan mana shu narsa mana. Mana shu narsa mana. Mana bu yozilib turadigan narsa. Bu mana shu titli degan narsa ichiga yoziladi mana. Ochiladi, bu yozilib turib, yopib qo'yadi. Bo'ldi, yozib bo'ldim degani bu. Mana bunday x qo'yib, nima qilsalar yozib bo'ldim degani. Mana keyin tushuntiraman. Короче, bu yopildi mana sahna orti. Endi bu sahna tomoshabinlar ko'rinadigan yer. Bu ko'rinmaydi, bu ko'rinadigan yer mana. Bu mononing ichiga yoziladi mana. Ochiladi, hammasi yoziladi, sahnada ko'rinishi kerak bo'lgan narsalar hammasi yozib turib, bunda yopiladi yana bu ham. Endi sahnada nimalar bor? Sahnada bunday qarasanglar mana bu yerda mana hammasi ochiladi, yopiladi. Bu yerda yozuvlar bor. Yozuvlar mana bu glavni katta yozuv. Katta yozuv mana H1 bilan yoziladi. Glavni yozuvlar mana shunaqa katta yozuvlar 6 xil razmerda bo'ladi. Eng kattasi H1. H1 undan keyin H6 gacha. H1 dan H6 gacha kichkinayib ketadi. Eng kichkinasi H6. Tushundinglarmi? Mana buna bo'lib, kichkinayib ketadi. Yoki mana yozuv mana bu yerdagi mana bu yozuv mana eng kattasi, ko'rdinglarmi? H1 da yozilgan. Bu mana shunaqa yoziladi. Uchburchak H1. Bu komandalar keyin tushuntiraman, bu hozircha kerak emas. Keyin mana 4 mana правило жёсткий deb yozilib turib, yana H1 yopildi mana. Bu короче mana shu yozuv. Mana shuning ichida turgan narsa. Keyin bu mana H3, bu kichkinarog'i. Mana pustota deb yozilgan bu, demak mana bu yerdagi mana bu yozuv mana. Bu H1 dan ko'ra mana kichkinaroq. H3. Bolalar mana H3. Xo'sh, endi bu rasmlar mana bu orqali qo'yilgan mana. Mana image qo'yiladi. Image qo'yilib mana bu yerga mana bu ссылка mana rasmga yuboradi. Mana shu yerda sayt mana shu ссылка orqali suratni sizlarga ko'rsatadi. Men bular keyin tushuntiraman, hozircha bular kerak emas. Mana bu P deb yoziladigan narsa, bu eng kichkina harflar bu mana. Bu glavniy bo'lmagan harflar mana bu harflar mana P ichiga yoziladi mana P. Hammasi P ichiga yoziladi.
Mana bir ichiga yoziladi, keyin yopib qo'yadi. Mana birda ochdi, kichkina yozuv yozyapman deganda bu birda ochgani. Keyin yozish boshladi deb turib, mana bu yerda yozib bo'lib turib, keyin mana kichkina yozuvda yozib bo'ldim deb turib, birda yopib qo'yadi, короче. Bu mana shunaqa. Keyin mana bu qopga tushdi. Bu mana shunaqa narsalar, mana bu tipi qutida mana shuni ichida turishi kerak. Mana shunaqa narsalar. Hali reklama chap tomonda turadi, lampochka o'rtada turadi, dekoratsiya o'ngga, mana shunaqa narsalar mana shu qutining ichida turadi. Xo'sh. Endi va komandalarda komanda berishga beradi mana shunaqa. Komanda. Mana bu yerda mana surat, image ko'rdilar, demak bu yerda surat bor mana bu surat. Mana shuni bitta bosib suratga jo'nataveradi. Suratni mana shu yerdan olyapti ikkala. Tushundinglarmi? Ular keyingi nimada tushuntiraman, keyingi videoda. Keyingi videoga bu narsa qolishi kerak. Mana shunaqa qilib yoziladi. Hozircha mana asosiylari mana shu. Qolgani keyinga qoladi, короче. Mana bu mana уже ssenariy tugadi, mana ssenariy yopildi. Bu mana shunaqa yoziladi. Bu nimaga o'xshatdi? Mana bunday ochilib yopilishi, hali shaharga kirib ketayotganlar datini yozib qo'yadi, shahar datini mana. Shahar datini yozib qo'yadi, keyin chiqib ketayotganlarda datini yozib turib, X qo'yib qo'yadi, tip ashtag'ada mana shahar boshlandi, shahar tugadi, короче. Bu ichidagi narsa mana bizga kerak narsa. Mana buni yozish kerak, обязательно. Qaysi shaharda yurganingizni bildiradi bu. Saytga bildiradi. Bu nima, qaysi shaharda yuribdi, nima qilish kerak. Shunaqa. Nima bo'lsa papka. Esingizda qolsin. Shunaqa tushunmagan bo'lsalar, tushunmadim deb turib, kommentga yozib qo'yasizlar, короче. Like bosib, подписка bosib qo'ysanglar, keyingi videoda yana ham tushuntiraman.